Assalomu alaykum ahli gruppa shopir akalar. Kia Hyundai minadigan shopirlar. Hozir mana Hyundai Kia avtoservisdamiz. Bugun ustaxonada Kia Carnival u birinchi vipiskalaridan ekan. Xo'p, ustamiz bunga mana ko'rsatay. Xo'p, salarka motor bo'lgan, dizel motor bo'lgan, uni mexanika bo'lgan, o'zini zavodskiy motori. Uni olib tashlab, Kia Carnivalda benzin motorini qo'yib berdi va 2.7 litr. Xo'p, ustadan so'raydiganlarni sog'ligini so'radik. Yana bitta narsa qolib ketgan ekan. Necha pulga tushyapti shu? Mana shu mashinaga, mana shu shopirga, mana shu yurish holati mana. Nima ish qildingiz-ku? Necha pulga tushyapti mana? Nima yasardingiz? Nima ishlar qildingiz? Yurishda boshqa hayotda. Endi motor, korobka, motorga kompyuter qo'yilgan. Radiatorlar qo'yilgan kattasidan qizmasligi uchun. Xo'sh, granatalar qo'yilgan. Akaga premenash 2000 atrofida pul ketyapti. 2000 atrofida. 2000 atrofida motor benzinga yurib chiqyapti benzinga. Uni endi xohlasa metan qilib oladi, xohlasa propan qilib oladi. Xohlasa benzindan beradi. Xohlasa benzinda ham yuraveradi. Yana rasxoti benzinda nechta? 10 tadan 15 tagacha, ya'ni yurishiga bog'liq. 10 tadan kuchlantirib yursa 15 tagacha ichadi. O'zi jentralar misol uchun 15 ta ichadigan bor, oddiy jentralar. 10 tadan 15 tagacha. Xo'p. Общий summasi 2000 ga mana shu mashina yurib chiqyapti. Siz qilgan ishingiz, podushka yasagansiz motorga, podushka yasab moslab qo'ydingiz, to'g'ri kelmay to'g'ri. Kompyuter kabellar qo'yilgan, radiator moslangan. Shunaqa. Xo'p, akalar, xullas, Carnival minadiganlar bo'lsa, yaxshi usta qidirayotganlar bo'lsa, mana shu sohani, masalan, 10 yildan beri bu usta shu ish bilan shug'ullanadi, shu ishning mutaxassisi. Xo'p, motor remont qilish kerak bo'lsa, motor o'zgartirish kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarga addushi mana shu obzor qildim. Xudo xolasa ishlari yaxshi. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu yerda Telegram kanal nomerlarini qoldiraman. Rahmat. Mashinani ichi avtomat mana moslabdi usta o'zi. Tablolari ishlab endi hozir yurgizib ko'rsatamiz qarang. Ishlashlari motorda ham ko'rsatyapti. Yurib turishi. Xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, mana Kia Carnival. Bunaqa logotipli Carnivalni mana endi ko'ryapman. Eski birinchi vipiskalardan birinchi logotipli Carnivallardan shekilli. Hozir ustaxonada Kia Carnival. Hop, bunga mana usta salarka motorni olib tashlab, salarka motorni olib mexanika bo'lgan. Hop, o'rniga V6 2.7 объемli benzin motor avtomat qilib qo'yib berdi. Hozir yurishlarini ham ko'rsataman. Hop, shunaqa inomarka minadiganlarga mana ustadan bitta savollar bo'lsa, savollar beramiz, javob beradi. Hop, bu inomarkalarga qanaqa motor qo'ygan yaxshi? Endi oldida tortsa, shularda qo'ysa bo'ladi. Mana shu 2.7. Agar nishobroqqa kerak bo'lsa, 3.8 lar ham bor. Korobkasi avtomat bo'ladi. Mexanika ham qilsa bo'ladi. Mexanika qilsa ham bo'ladi. Avtomat qilib qo'yib beraveramiz. Mexanika bo'lsa mashina. Bu motor keyinchalik bir
ta'mirlash kerak bo'lsa, ta'mirlasa bo'ladimi? Hamma zapchasi bor, muammo yo'q. Ta'mirlab beradi. Ta'mirlasa bo'ladi. Silindr, portion, Zapchaslar bor, muammo galopga. yo'q. Qilib beraverasiz agar Beraveramiz. shunaqa bo'ladi. Xullas, savollaring bo'lsa, shu mana shu Telegram kanal qoldiraman, shuga kirib, usta bilan bog'lansaling bo'ladi. Shu ustaxonani gruppasi bor. Kirib, uchta yo bemalol savol yozsaling bo'ladi. Hosilaga